mana xafa qilib, meni yerimga tegib, urishib, endi choyxonaga ketyapti. Sizga gapim bor. Kelinlarni, ayollarimizni ranjitib bo'lmasaga, xafa qilib bo'lmasaga. Uni sababi aytibdilar, nimaga xafa qilib bo'lmasligini. Toshmaydi. Как раз. Toshmayman, eshitdim. Bular qabrg'adan yaralmishlar. Men buni eshitdim-da. Eshitdim. Sizlarni jannatdagi ayollaringiz har bir suyuvchi bolajon ayollardir. Bolajonman shundoq. Mabodo g'azablansa yoki unga nisbatan yomon muomala qilinsa, yo eri undan g'azablansa, erini qo'lini ushlab, qo'lim qo'lingizda, to rozi Qo'lingizda. kiprik qoqmayman deb Qo'lim mana bu sizlarni jannatdagi ayollaringizdir dedilar. Tushundingmi? Demak, ayol kishi Yaxshi. erini rozi qilishlikda shu darajada bo'lish kerakki, mana bunaqa holat bo'lganda uni qo'lini ushlab, siz mendan rozi bo'lmaguningizcha men uxlamayman deb turib olishligi lozim ekan. Tushundingmi? Ayol Ya'ni kech payt qo'yib beraman, davay. Sog' bo'l, yaxshi o'tir. Qo'lingizda. Bay bay.